Mahallaga yangi qo'shni keldi, ko'rdinglarmi? Ha, yosh yigit ekan. Voy, kelishgan bola ekanmi? Shunikiga o'qisanmikin, ha? Salom beraman. Bu bola surishtirish kerak. Asal? Ha? Bor, yaxshilab ma'lumot yig'ib kelgan shu bola haqida. Bo'ldi. Yes qilamiz. Chop. Buni nima qilganingiz? Voy, uzr ko'rmay qolibman. Buni ko'rinmaydigan odammanmi shunaqa? Telefonga chalib qolibman. Chalg'ish kerak emas, xayolni joyiga qo'ymaysizmi? Opa, tinchlikmi? Nima bo'lyapti? Tinchlik emas. Opangiz telefoniga meni yuzimdan tortdi. Yaxshi bo'pti-da aka. Lekin bu ekan. Nima, sen mo'kachimisan? Yo'q, aslman. Shu mahallam faoliman. Hammani Beshqo'ga bilaman. Siz bilan ham yaqindan tanishmoqchi edim aka. Ismingiz nima? Muhidinsizmi? Qayerda ishlaysiz? Tergovchimisan, nima qilasan, qayerda ishlaysan? Tergovchi emasman. Endi mahalla bir-birimiz yaqindan bo'lsa yaxshi-da. Kerak emas menga unaqa yaqinlik. Qo'ni qo'shnichilik umuman toqatim yo'q. Yaxshi qiz, keyin safar xayolni joyiga qo'ying, xo'pmi? Ey, qaysi bir liftda ushlab turibsan? Ha? Ana boshlandi. Qoching liftdan. Yana sanmi? Yaxshi. Qulog'iga gap kiradimi? Ha? Necha marta aytganman liftda o'ynamagin deb. Ha? Bu eshik buzilsa, pulini to'lashga qochasan. Keyin men to'layman, to'g'rimi? Shunaqami? Kim liftda ushlab turgani yo'q. Sen yangi qo'shnimisan? Ha, yangi qo'shni. Sizlar Muhiddin. Endi yaqindan tanishib, podez qonun qoidalarini tutyapti. Ha, yaxshi. Qanaqa qonun qoidalar? G'alatiroqmisan? Tavba qildim. Bu g'alati bo'lar ekan. Hozir men buni ko'rsataman. Shart emas. Biz o'zimiz tushuntirib qo'yamiz. Naqllaring. Bo'ldi, asabiylashmang. Bo'lmasa ayab o'tirmayman, bilasanlar. Ha, hali yangida, asabiylashmang. Sen bitirma qo'ysin. Men podezlarni tozalayotgandim. Tozalab bo'ldingmi? Bo'pti. Kir uyimga. Yurma. Bor. Ha. Lift eshigini o'ynamagin, tushundingmi? Sanlar o'zlaring pul to'lamaysanlar, o'ynab yurasanlar mana shu.